vlogimizda bir kunlik sayohatimizni ko'rsatamiz. Boshqa shaharga kelganmiz. Aslida ish bilan edi. Bir to'la aylanib ketamiz. Inchon shahrida shunaqa mahalladamizki, o'zbek, rus, turk, har xil millatni ko'rish mumkin, lekin koreys insonni ko'rish juda noyob ekan. Turetskiy oshxona, rossiyskiy bino, o'zbekskiy muzika, salon hattoki o'zbekchada. Bizani yarim yo'lda qaytarib olib ketishyapti, mehmon qilishar ekan. Furman degan yozuv, Zolotoy vek. Bugun ochilgan ekan, bizani mehmon qilishga qaytarib olib kelishdi yarim yo'lda. Vau, rahmat. Mana bu dekoratsiyaga qaranglar. Bizning mehmondorchiligimiz boshlandi. Mana bu bola o'tsa ovqatlanib keyin chiqib ketamiz bu yerdan. Maza qilib ovqatlanib chiqdim, lekin Erjon yemadilar. Ularga samsa olgan chiqamiz. Pastroda men ko'rgandim, hozir yana ruskiy, o'zbekskiy yozuvdagi binolarni ko'rsataman. Bu yerda Thunder House deb qo'yibdi. Shuna bu yerda ekan. Bu yerda karaokelar ham bor ekan. Bu yerda yana restoran, o'zbekskiy, bot hammasi ko'rib turganinglarda o'zbekcha, ruscha. Plus ko'rsatib turgan olmayman, menimcha bu mahallada hammasi ruskiy, o'zbekskiy и даже turetskiy ekan. Bolajonimga pechenye olaman, o'zimga magazindan shirinlik oldim. O, baland ko'prik turibdi orqa fonda, o'sha joyga ketamiz. Bugun yomg'ir yog'ayotgani uchun chiqa olmasligimiz ham mumkin. Attraksionmi nimadir bor-da. Mana endi ko'rayotgan bo'lsa kerak, mana shu yerga ketamiz hozir. O'sha yaqinlashib qoldik. Bu aeroport tomon Inchonda o'zi shu O'zbekiston hamma davlatlarga uchadigan eng katta aeroport hisoblanadi. Mana shu tomonda bo'lish kerak deyaptilar. Erjon. Mana bu chiqib ketamiz-da hozir. Keldik. Yo'q, pada-ya? Dengizda suv ekan. Bo! Omchong pallo. Tez oqishini qaranglar. Suvni qaranglar. Bu yoqqa borib urilar ekan. Ko'prik mana shunaqa holatda bo'lar ekan. Tez ketmasak Erjon jaraydi hozir. O'zim ham bunaqani biron qilib qolgandim, lekin hozir chiqolimam yo'qmi bilmayman chunki yomg'irli havo. Bu yoqqa chiqmoqchi edim o'zi tepasiga. Voy xudo. Yiqilib tushay dedim. Vaqtini o'zlari belgilab berishar ekan, nechagacha borish kerak, nechagacha tepaga chiqish kerak. Hammasini endi chiqib ketamiz, ulgurish kerak. Mana bunaqa joy ekan. Joy tashqariga chiqdik. Venchok. 이거 아닌 것 같은데? Yo'q, so'yinda. Erjon koreyslarni bilib bo'lmaydi. Yo'lni topolmayapmiz. Mendan so'rayaptilar, nima dedi, qanaqa dedi, qayoqqa dedi. Men video otdim, eshitmadim desam, uf deydilar. Mana bu bolajonning kayfiyati yo'q. Amir. Ayba. Bo'pti, gapirma. Vau. Qaranglar, chiroyliligim. Pardalarni ochib berishyapti endi. 1 2 3 hozir ko'ramiz o'rtoqlar. Yipo? Vau, chiroyli. Bu yo'g'indan ham chiroyli ekan. Havo zo'r bo'lmagani uchun unaqa chiroyli ko'rmayapti-yu, lekin men bittan prem qarasa juda ham chiroyli ekan o'rtoqlar. Futfilyon rasmga tushdim. Hali Instagram bilan TikTokga postga qo'yaman. Qaranglar, qanaqa neobычный ko'rinadi. Agar havo chiroyli bo'lib, mana suvlar tiniqligini tasavvur qilsanglar endi men ham ko'rmaganman-ku unaqa holatini, lekin keyinchalik birgalikda ko'ramiz xudo xohlasa. Bu yog'ini ham ko'ringlar deb mos o'ysa. Voy, nomini yozib qo'yishibdi. Mana buni qaranglar, nomini yozib qo'yishibdi. Mana shu 184. Mana shu joyi nomi. Pero men bu tomonlarni aylanamiz hozir peshkom. Karsa oddiy, mana shunaqa yo'q-yo'qda dekoratsiyalar bor. O'tirib rasmga tushadigan zona. Все. Mana shu joy chiroyli ekan. Men chiqmoqchi bo'lgan narsa bor, o'sha joyga chiqish menimcha bu. Oyoq kiyimlarni qo'yib qo'yishibdi-da. Mana shu yerda tayyorlanib keyin chiqiladi adashmasam. Qaranglar, men bu ekan, men bunga chiqib yurilar ekan. Vau, tasavvur qildim. Juda ham chiqqim kelganda, nasib emas ekan. Ana shu tepada yurib kelgandan keyin qaranglar, bu yoqda men bu tomonga orqachalab osilib turganda rasmga olib qo'yishar ekan o'zlari. Mana bu bolani qaranglar. Amir. Иди. Mamani qaranglar. 지가 올라가고 있어 지금. o'zi chiqyapti deydilar. 지가 올라가고. Va. Otaka. Hamon to. Telefonga ham kameraga olaman deb o'shancha yana bitta davom. Mana bu uzorlar chiroyli ekan.
har xil anaqalar chiqargan, chiroyli nima video deydimi endi. Opamiz turishlarini qaranglar. Вот. Erjon aytayotdilar, bitta kofe shop qilib qo'ysa zo'r bo'lardi deb. Haqiqatan ham bu yerda как раз joy bor ekan. Bitta kofe shop bo'lganda vashcha zo'r bo'lardi. Xullas, agar tepada ana osilib turadigan narsa bo'lmasa, juda qiziq emas ekan. Prosta atrofni tomosha qilish. Faqat mana shu ko'prik chiroyli ko'rinar ekan tepadan. O'sha ko'prikning ustidamiz yetgancha hozir. Undan tashqari o'sha nima kostyum kiyib tashqarida osilib turish chiqmoqchi edim dedim-ku. O'sha narsa borligi uchun qiziq xolos bu joy menimcha. Ikkinchi etajda tushib qolgandim, mana bunaqa chiroyli dekoratsiyali joylar bor ekan. Lekin kirim andaqa benzin ishlab chiqaradiganmi? Shunaqa joy ekan bu. Mana bunaqa dekoratsiyalar, har xil rasmlar. Men bitta zo'r narsa bor ekan, men bilmabman, qaranglar. Hozir ikkita koreys qilishdi, ko'rib qoldim. O'zi yozib ko'rsatib ham qo'ygan ekan nima qilishi. Xullas, men bitga turar ekanmiz-da. Ochildi. Va o'rtasi ham ochildi. Bu yoqqa tursak. Wow. Heyecan. İkıken. Ay. 거울 볼 때 보여주세요 한번. 거울? 아들이. 언니가 가르치는 가래로. 보동아. 아민. 자기도 힘들어 아들이. 호시 함락 끌러왔다 걸라지. 봐봐 기다려봐. 아? 거울 아빠. 아이고. 걸 보고 웃고 있었네. 네. Mana shu ahvol. O'tqisi yig'layapti, kallaskada yurmas ekan. Biz bu yoqqa aylanmoqchimiz. Erjon ko'tarmayman deyaptilar, men ko'tara olmayman. Bu aytgani bo'lmaganiga yig'layapti. 조용한 거 봐. 영상 찍은 거 조용해. Video olganingga jim bo'lib qolganini qara dedilar. Mori va sochim ahvolini qaranglar. Короче, shamolda, lekin havo juda ham nam, dushniy. O'shaning uchun sochlar g'alati bo'lib ketadi Koreyada. Ayniqsa meniki. Qaranglar. 먹으려나? Qajma. 아니, 안 먹으면. Mana bunaqa joyga qaranglar. Yurg'izmayapman Erjonni. Voy xudo, men o'zim ham qo'rqaman. Voy aytdim, suvdan qo'rqaman deb. Moka ije. Endi buni ustida ham yura olmayman. Qajma. 앞으로. Ani moka, ojro. 안 가? Men orqaga qaytdim. O'zi shunchalik qo'rqoq qizman-da, yani aytdim-ku, suvni atrofdan tomosha qila olmayman, lekin bilmayman, menga fobiyam bor suvdan. Hozir ham ko'prik ustida yuribmiz, qo'rqib, zo'rg'a yuribman mana bunaqa joy. Shunaqa joylar. Mana nihoyat gostinitsamizga keldik. Amir bizdan ham qiynalib, o'zi ham qiynalib ketdi, yig'layverib bor. Men videoga olayotganim uchun Erjon qarab beryaptilar. Menga aql o'rgatib yozmanglar. O'zingiz qaramaysizmi? Sayohat qiladigan joylar hammasi shahar atrofida ekan, o'shaning uchun shahar sentriga borib o'tirmadik. Lekin gostinitsamiz yaxshi, menimcha. Hali ichkari kirmadim. Men oldin bu shaharga faqat aeroport uchun kelganman. Прямой, ichog'da 영상 찍고 갈 거야. Ancha eshik bor ekan-da, o'shdan ketamiz deyaptilar. Video olaman davom. Прямой uydan aeroportga, aeroportdan uyga просто shahardan o'tib ketardik. Hech aylanmagandim. Вот bizani gostinitsa. Ichkarida ovqatlanish hamma narsa bor ekan, kafe bor ekan. Yomon emas menimcha. Ichkarini ko'ramiz. Vo. Yaxshi. Xonani bilmadim-ku. Shundoq xonaga kirib dam olgim kelyapti, o'zi ham rosa ham charchadim men. Jim bo'lmasam bo'lmayotganiga shekilli. Oilaviy kasalimiz o'zi, aylanib yurishga nima bor deydi. O'ylab qo'yaydi. Hachincha o'ylab qo'yaydi. O'ylab qo'ya. Qaranglar, hozir qilganlarini ololmagandim videoga, lekin qo'yaman desam yana tillarimni chiqaryaptim. Qancha? Namuncha qorong'i. Mana men ko'raman bunaqa qorong'i joylarni. Birinchi o'rinda biz video olamiz. Bizga eshik ochib beradi Erjon. Voy, bu ichkarini qorong'iligini, xudo.
O'zi ham bugun anaqa qildik-da, registratsiya o'shaning uchun boshqa xona topilmadi. Xullas, mana shunaqa xona ekan. O'rtoqlar. Bu yerda telefonimga, bu yerda kameramga video olaman. Bu YouTube uchun, bu Instagram uchun. Vot. Hammaga tengdaniga ko'rsatib o'taman. Xona juda ham qorong'u ekan. To'g'risi menga yoqmaydi bunaqa qorong'u joylar. No, bir kunga chidaymiz endi iloji yo'q. Mana shunaqa akkuratnilikka akkuratniy. Yaxshi, hamma sharoiti bor ekan. Faqat ozgincha eskirgan. Bolajonim bilan men bu joyda endi qiynalar ekanmiz-da. Bundaqa eshigi yo'q, yopib bo'lmasa ekan menimcha. Aka. Kapishta. Короче, biz bu joyda qola olmaymiz. Вообще yoqmadi ikkovimizga. Erjon ham zo'rg'a turgan ekanlar, yoqmayapti desam, ketdikmi deydilar. Syurpriz. Biz u gostinitsada qola olmadik. Ko'pcha qolishni iloji yo'q. Aslida ertaga dengizga bormoqchi edik, juda ham mashhur joylardan ikkita uchtasiga bormoqchi edik. Potom uyga qaytishimiz kerak edi. No, mana Koreyada men shu safar O'zbekistondan kelganimdan beri o'sha ikkinchi marta dengizni ko'rish nasib qilmayapti. Mayli, xayrli bo'lsin, yaxshilikka bo'lsin asoslisi. Dengizni ko'rmaganimga albatta ozgincha xafa bo'ldim, no. Yaxshilikka bo'lsin, endi uyga ketamiz. U gostinitsada biz uchun qolish juda bir qiyin narsa edi. Shunda gostinitsaga kirganimiz bilan bilmayman. Akkuratniy hamma joy top-toza, ozoda, boshim og'rib, nafaslarim bo'g'ilib, вообще mazam bo'lmay qoldi. Erjonga aytolmay zo'rg'a turgandim. Erjonga ham menga yoqmayapti deb zo'rg'a aytsam, Erjon o'lib turgan ekanlar. Ketdikmi dedilar. Oldin chiqib mashinada boshqa gostinitsa ko'rdik, no, topolmadik. U ham rasmida juda chiroyli edi. Yana aldansenchi kech bo'lganda qiynalib yuramizmi deb uyga ketib qo'ya qolamiz. Bizning mahalla zerkarli deyman, men shunaqa joylarni ko'rsam shukur qilaman-da. Atrofga qaranglar. Erjon ham hozir bu yoqda odamlar qarab qilib yashaydi deyaptilar. Вообще zerkarli. Hech narsa yo'q atrofda. Bolajon uxlab qoldi. Yig'lab. Mana domla bor, ifsiyo boshqa u ham ko'rinmayapti, to'lka ish joylari. Yana boyagi mahallaga keldik. Ano, почти что koreyslar yo'q mahallaga. Birorta turetskiy narsa, burger, shunaqa narsa olib ketmoqchiman. Burger emas, donar deydi. Magazindan shunaqa zo'r narsalar oldim, prям o'zbekskiy. Magazin kirilishi bilan o'sha O'zbekistonda hidi uryapti. Hamma mahsulot o'zbekskiy bo'lgani uchun. Turetskiy andaqa qidirib yurgandek, bilmayman, arabskiy kirib qoldingmi, shunaqa joy ekan. No, halal deb yozib qo'yishibdi. Nomi Alazin kebab ekan. Keyin men bu chickenlidan aytdim. Erjon mana buni aytdilar. Nimaligini bilmayman desam, mayli dedilar. Bu ketishda qachon yetib boramiz biz? Erjon qiynalib ketdi. Bloger bo'lmay o'ldi boradilar yaqinda. Yo'q, kameraga aslida biz anaqa reklama video olgani kelgandik, ya'ni men Erjonga aytdim, men o'zim borib kelaman dedim. Yo'q dedilar-da, unamadilar. Mashinada olib keldilar. Mana bir dunyo bozorlik qildik. Bu yoqdan bu yoqqa yuribmiz, gostinitsaga pulimiz kuydi, zapravka deysizlarmi? Topgan pulimni anaqasi уже расходga chiqib ketdi. Mendan olmaydilar Erjon, lekin ulardan chiqib ketdi. Endi уже bo'lmas, odamga o'xshab. Erjon вообще abitan qilganlar esingda bo'lsa. Tovuq go'shtli. Men bu odam kameramni tushirib yubordilar. Xullas, tovuq go'shtli sendvich. Ko'rib turganinglarda videoning davomini oladigan holatda emasman. Biz 2 soatcha yo'l yurishimiz kerak uygacha. Bizga oq yo'l. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr. Men bolaga aytinglar, iltimos, qiynatmasdan ketsin.